Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Allahumma hdina ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrli mo'min musulmonlar, tabarruk yoshdagi otalar, aka-uka birodarlar. Yaratgan Robbimiz Allohga hamd va sano, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Ramazoni sharif muborak bo'lsin. Ramazoni sharifning birinchi jumasida siz azizlar bilan uchrashib turibmiz. Alloh taolo bu kunlarimizni hammalarimiz uchun xayrli qilsin. Bu kunlarimizdagi to'ati ibodatlarimiz qabul etsin. Bu tabarruk masjidlardan birida Mo'yi muborak Gosha Toshkentimizning eng o'sha qadimiy tabarruk masjidlaridan biri bu. Alhamdulillah bugun bu masjidingizda namozxonlar uchun barcha sharoitlar yaratilibdi. Ramazoni sharifning shukuhi tarqalib, taralib turibdi. Bu joydagi imom xatib domlamiz Ilhom hoji domla ham mana qariyb 30 yillardan beri shu joyda siz azizlaringizning xizmatlaringizda bo'lib, ma'rifat yetkazib, imomlik qilib xizmatlaringizni qilyaptilar. Bu kishining yonlaridagi noibi imomlarimiz, qorilarimiz hammalar bugun Allohga shukrlar bo'lsinki, xatmi Qur'onlar qilib, taravih namozlarida bizlarga xatmlarni, Allohning kalomini juda bir chiroyli savutlar bilan, tajvid bilan, tartil bilan o'qib beryaptilar. Hammamizni xushnud qilyaptilar. Allohga shukrlar bo'lsinki, yurtimizda Qur'oni Karim azim-u-shan O'zbekistonimizdagi 1800 ga yaqin masjidlarimizda hamma joyda bir xil o'qilyapti. Va inshaalloh Robbil alamin Qadr kechasida birgalashib uni xatmonasida yurtimizdagi millionlab namozxonlarimiz, mo'min musulmonlarimiz birgalashib duolar qilamiz. Azizlar, bugungi ma'ruzamiz mavzusi aynan Ramazon oyiga bag'ishlangan. Ramazon oyining dastlabki ayyomlarida ekanmiz, birinchi jumasida ekanmiz. Alhamdulillah oldimizda bir oy shunaqa fazilatli ayyomlarimiz bor. Fayzli kechalarimiz oldimizda. Ana shu oyning har bir lahzasidan, kunidan, kechasidan unumli foydalanib hayot kechiradigan bo'lsak, inshaalloh Robbil alamin yillar davomida to'planib qolgan gunohlarimiz kechiriladi. Ajr savoblarimizni ko'paytirib olamiz. Va Allohning ko'p marhamatlariga muyassar bo'lamiz inshaalloh. Allohga shukr, mana bu yil hijriy sana bo'yicha 1447-yil Ramazon oyi. Ramazon oyi ro'za farz bo'lishligidan oldin ham arablarda shu nom bilan nomlangan. Ramazon oyi deb nomlanardi. Bundan 1446 yil oldin hijriy sananing 2-yili Ramazon oyidan oldinroq Alloh subhanahu va taolo ro'za to'g'risida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga oyat nozil qildi.
Baqara surasining 183-oyati. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar deya Alloh taolo marhamat qilyapti. Yana qaytarib aytamiz. Bu hijriy 2-yili Sha'bon oyida nozil bo'lgan oyat. Iymon keltirganlar, sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza farz qilindi. Taqvo hosil qilishlaringiz uchun degan oyat nozil bo'ldi. Alhamdulillah. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalam vahiy orqali mazkur oyati karimani qabul qilib olarkanlar juda ham mamnun bo'ldilar. Juda ham xushnud bo'ldilar. Chunki bu roza ibodati yangilik emas-da. Bundan oldin ham bizdan oldingi payg'ambarlar va ularning ummatlari uchun ham roza ibodati bo'lgan. Ular ham o'zlariga xos bu roza ibodatini amalga oshirganlar. Lekin farqli o'laroq bir ibodat ko'rinishda bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamga bu oyat nozil bo'lishligidan oldin ham arablarda ham o'zga xos ro'zalar bo'lgan. Ular ham o'zlariga xos ro'zalarni tutardilar. Kimlardir o'sha Ibrohim alayhi salatu vassalamning sof diniy ta'limotlari bo'yicha tutsa, kimlardir Musa alayhi salatu vassalamning davrlarida joriy bo'lgan ro'zalarni tutardi. Yana kimlardir Iso alayhi salatu vassalamning davrlarida joriy bo'lgan ro'zalarni tutishardi. Yana ba'zi birlari esa bid'atu xurofotlar aralashib ketgan odamlar tomonidan qo'shimchalar qo'shilgan tarzdagi ro'zalarni ibodat deb amal qilib kelishardi. Ammo Alloh subhanahu va taolo so'nggi va mukammal dinimiz bo'lmuş islom dinida eng payg'ambarlarning sayyidi va so'ngilari bo'lmuş Sayyidil Mursalin, İmamul Mursalin Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bu oyatni nozil qilarkan dinimizning 3-ustuni barpo bo'ldi. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam buni chiqib e'lon qildilar. Roza tutishligimiz bizga farz bo'ldi dedilar. Rozaga tayyorgarlik qilinglar, roza ibodatini qilamiz dedilar. Oyatga e'tibor qaratgan bo'lsak, oyatning yakunida taqvo hosil qilishingiz uchun deyildi. La'allakum tattaqun. La'allakum lafzi agar to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, lug'atda shoyatki taqvo hosil qilsangiz, taqvodor bo'lsangiz degan ma'noni anglatadi-da. Lekin Parvardigorimizning xitob o'laroq, amr topshiriq o'laroq kelgan oyatlarning yakunida la'allakum degan ibora kelsa, tafsirchi ulamolarimiz aytadilarki, bu batahqiq degan ma'noda keladi.
Ramazon ro'zasini tutsanglar taqvodor bo'lasizlar degan ma'no chiqadi deydilar. Alhamdulillah. Buni o'zimizda tahlil qilib ko'rsak ham bo'ladi-da. Mana bugun Ramazon ro'zasini 2-kunida ekanmiz. Bundan 2 kun oldingi holatimizdan bizda o'zgarish borda har birimizda. Ro'zaning sharofati bilan. Ha? Mashinada ketayotgan bo'lsak, ko'chada ehtiyot bo'lib yuribmiz-da. Boshqa mashinalarga halaq qilib qo'ymay yoki ularning yo'lini to'sib qo'ymay, piyodalarning haqqiga tajovuz qilmay yoki aytaylik jamoat joylarida mono signalini cholib odamlarni bezovta qilmay degan his tuyg'udamizda. Odamlar bilan gaplashsak ham ehtiyot bo'lib, nojo'ya bir gaplarni gapirib qo'ymay, birovni xafa qilib qo'ymay degan ehtiyotda bo'lamiz. Xonadonda ham xuddi shu. Ko'chada, ishxonada, masjidlarda, hamma joyda. Allohning marhamati bilan ro'za tutgan mo'min musulmonlarda taqvo tuyg'usi ziyoda bo'ladi. Savobli ishlarga intilamiz. Gunoh va ma'siyatlardan uzoqlashamiz. Taqvoning ma'nosi shu o'zi. Taqvo degani shu. Allohning amrlariga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashish, gunoh va ma'siyatlardan saqlanish. Taqvoning ma'nosi shu. Mana birgina misol. Masjidlarimizda taravih namozlari o'qilyapti-ya. O'zbekistonimizda 2148 ta masjidlarimiz bor, taravih namozlari o'qilyapti. Shundan 1800 ga yaqinda xatm bo'lyapti. Boshda 6 kun 1,5 poradan. Keyin 7-kechadan boshlab 1 poradan davom etadi. Mana hozir 1,5 poradan o'qilayotgan xatmonalar o'rtacha 2 soat davom etyapti, xutbam bilan qo'shilganda. To'g'rimi? Lekin bir o'ylab ko'ring-da. Shu 2,5 soatlik taravih namoz, xatmul Qur'onlarimizdagi jamoat Ramazon oyidan boshqa oylardagi xuftan namozda bo'ladimi? Bo'lmaydi. Vaholanki xuftan namoziga 20 daqiqa vaqtimiz ketadi. Taravih namoziga xatmul Qur'onlar bilan xufton bilan qo'shib 2 soat vaqtimiz ketadi. Shunda ham alhamdulillahki masjidlarimiz jamoat bilan limmolim. Qani Ramazon ro'zasidan boshqa oylarda shunaqa qilib ko'raylik qani? Odam yig'iladimi? Yig'ilmaydi. Bu Ramazonni sharofati, ro'zaning taqvosi mana shu. Allohga shukr. Ana endi xo'p, ro'za farz bo'lar ekan. Qachon ro'za tutish kerak degan masala bo'lgan-ku. Shunda Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida yana marhamat qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ana. Sadaqallohu azim. Alloh taolo oyatning davomida marhamat qilyaptiki, Ramazon oyi shunday bir oyki, unda insonlar uchun hidoyat, to'g'ri yo'lni ko'rsatib beruvchi va bayyinatin minal huda wal furqon, yaxshi yomonni ajratib beradigan, to'g'ri yo'lni ko'rsatib beradigan bir hujjat sifatida nozil bo'lgan Qur'on mana shu oyda nozil bo'ldi deyapti. Kimiki shu oyni ko'rsa, o'sha oyga yetsa,
ro'za tutsin deb Alloh marhamat qildi. Ana. Birinchisida ro'za farz bo'ldi. Ikkinchisida shu ro'za ibodatini qachon tutishni Alloh taolo belgilab berdi. Belgilab berganda ham shu Ramazon oyida tutinglar deb qo'ymadi. Ramazonga ta'rif berdi. Qur'on nozil bo'lgan oy bor-ku dedi. Qur'onni ham ta'rifini berdi. Odamlarga dedi. Jamiki insoniyatga yaxshi bilan yomonni ajratadigan, to'g'ri yo'l bilan noto'g'ri yo'lni tushuntirib beradigan, savob bilan gunohni bayon qilib beradigan Qur'on nozil bo'lgan oyda ro'zalaringni tutinglar. Qaysi birlaring o'sha oyga yetsanglar, ko'rsanglar dedi. Ana. Shu bilan ro'za ibodat farz bo'ldi. Ro'za ibodatining muddati, vaqti Qur'on bilan sobit bo'lib belgilandi. Ramazon oyida deyildi. Bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalam Qur'onni birinchi tafsir qilgan mufassirimiz Rasulimiz alayhissalom bo'ladilar. O'zlarining sunnatlari bilan, hadislari bilan Qur'on oyatlarini tafsir qilganlar va Qur'on oyatlarida kelgan hukmlarni qay tarzda bajarishimizni o'zlari namuna bo'lib ko'rsatib berganlar. Ana shu oyatdan keyin Hazrat Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Sumu li ru'yatihi vaftiru li ru'yatihi." Ko'rib ro'za tutishni boshlanglar, ko'rib ro'zalaringni yakunlanglar dedilar. Nimani ko'rib? Oyni ko'rib dedilar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hijratning 2-yilida ro'za tutishni boshlagan bo'lsalar, farz ro'zani 11-hijriy yilda Muharram oyida, Rabiul Avval oyida Rasululloh olamdan o'tdilar. Hajdan keyin 9 yil o'zlari bosh bo'lib ro'za tutib bergan ekanlar. Ana shu 9 yilning 5 yilini 30 kun, 4 yili Ramazon oyi 29 kun bo'lgan ekan. Shuning uchun ham Qur'on oyatida Ramazon oyi deyilgan, kuni aytilmagan. Oy ba'zida 29 kun, ba'zida 30 kun bo'lar ekan. Rasulullohning hayotlarida bo'lgan bu tajriba. Va hozir kunda ham bo'lyapti. Ko'rib ro'za tutinglar, ko'rib ro'zalaringni yakunlanglar deganlari, Ramazon oyini ko'rib ro'zalaringni boshlanglar, Shavvol oyini ko'rib ro'zalaringni yakunlanglar deganlar. Ana. Oy ham ko'rib boshlanadigan ibodat bu. Ba'zi bir mamlakatlarda yer yuzida bir kun oldin ko'rish mumkin ekan, ba'zilarda bir kun keyin ham ko'rish mumkin ekan. Bu Ramazon, hozirgi Ramazonimiz 1446-yilgi Ramazon bu. O'sha 2-hijriy sanani ham qo'shib hisoblasak 1446-yilgi mavsumidamiz. Alhamdulillah. 1446 yildan beri dunyo musulmonlari Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ummatlari bu ibodatni kanda qilmay tutib kelmoqdalar. Asrlar davomida tutib kelmoqdalar.
ro'za ibodatini bir ilohiy ko'rsatma ekanligini shuni o'zidan bilsa bo'ladi-da, ba'zi bir ta'limotlar bo'ladi, yil o'tish bilan eskiradi. Odamlar uni tark etadilar. Masalan, bundan 20 yil oldingi avtomashinani kim minadi hozir? Bilmaydi hech kim. Bu eskirdi, yangisini minadi. Yoki bundan 100 yilgi oldingi asbob uskuna qolganmi o'z odamlarda? Tarix sifatida qolgan bo'lishi mumkin-u, odamlar undan foydalanmaydilar. Chunki yangilikka qarab intiladilar. Undan yaxshirog'iga, mukammalrog'iga qarab intilish bor. Ammo bu ilohiy ta'limot hisoblangan ro'za ibodatini qarang-da. Asrlar o'tsa-da ro'za ibodatini qadri oshsa oshyaptiki, kamaygani yo'q. To'g'ri, har zamon ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi aqlli odamlar tanqid qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu ularning gapi e'tiborga olinmaydi. Ko'pchilikniki e'tiborga olinadi. Ayniqsa, mana hozir tibbiyot, tabobat rivojlangan bir zamondamiz. Nima deyapti vrachlarimiz, olimlarimiz? Parhez bilan, ochlik bilan davolash eng yaxshi davolash uslubidir deyapti. Samarqandda Kattaqo'rg'on degan bir joyda shunaqa bir davolovchi maskan bor. Unga ham bir 20 yildan o'tdi. Kengaysa kengayaptiki, faoliyati kamaygani yo'q. Odamlar navbat turishadi o'sha shifoxonaga. Xorijiy mamlakatlardan kelganlarni men o'zim guvohi bo'lganman. Xo'p, nima qilib davolaydi desangiz, shu parhez. Ma'lum bir muddat hech narsa yedirmaydi, ichirmaydi. O'zini aytaylik bir muolaja qiladigan uslublari bor. Sharbat ichiradi. Bir tayyorlangan o'zini bir shifobaxsh moslamalar bor, o'shani beradi. Men bu bilan u joyni reklama qilmoqchi emasman. Lekin o'zim guvohi bo'lgan bitta narsani aytaman-da sizga. Imom Buxoriyda imomlik qilib yurgan paytlarim bir oila keldi. Erkak ayoli bilan. Rus millatiga mansub. Ayoli ham ro'mol o'ragan, avratlarini berkitgan, o'zimizda milliy uslubga o'xshagan kiyingan. Ular keldida bir domlani huzuriga kirsak bo'larmikan, bir suhbatlashsak deyishgan ekan, qabul qildik. Gaplashib o'tirdik, aytib beryapti. Ikkalasi ham juda bir mohir yozuvchi ekan. Kitob yozar ekan ular, badiiy kitoblarni. Va kitoblari juda ham xaridorgir ekan. Shuni hisobdan iqtisodi yaxshi ekan. Bir yilda dunyoni turli burchaklarida borib ular yashab o'sha yerda ijod qilar ekan. O'zlarining shaxsiy uy-joylar bor ekan. Yevropada ham, aytaylik o'sha eng tabiati yaxshi bir joylarda imkoniyati bor ekanda shunga. Ammo boyagi erkak kishida bir kasallik paydo bo'lib qoldi. Uni tekshirtirsa, o'sha xavfli kasallikdan ekan. Onkologik kasallik ekan. Shu kasallikni davolatish uchun boya aytganimdek imkoniyati bor. Dunyodagi eng aytaylik o'sha kuchli shifoxonalarga borib, eng kuchli shifokorlarga uchrashgan. O'zini tekshirtirgan, ularni maslahatini olgan. Ammo hech kim unga kafolat bera olmadi. Yaxshi bo'lib ketishiga.
izlanib mazkur shifoxonani topibdi-da. Keyin umid qilib o'sha yerga kelibdi. Kelib bir kurs o'sha davolanishga o'tibdi. Keyin yana uyga qaytibdi. Qaytsaki o'zida bir o'zgarishni his qilgan, yaxshilik tomonga. Keyin tekshirtiribdi. Tekshirilgan qog'ozlarini o'sha mashhur bir shifoxonalarga jo'natibdi. Germaniyaga, boshqa joylarga. Ular ham qarasaki, o'zgarish bor yaxshi tomonga. Nima qildingiz debdi. Qanaqa bir davolanyapsiz? O'zgarish bor-ku degan xulosani aytishibdi. Boyagi shifoxona davolanib chiqqan joy yana bir kelasiz degan ekanda. Oradan bir necha kun, oylar o'tib yana boribdi davolanishga. Yana o'sha ochlik bilan davolangan. Aytganini qilgan, rioyasini qilgan. Keyin ikkinchi marta kelib davolanib qaytayotganida tabiiyki Samarqand shahriga tushadi. Samarqanddagi ziyoratgohlarga kiradi, ziyoratlar qiladi. U hali nasroniy. Yoki balkim bir e'tiqodda ham emas. Ziyoratga kirgani turist bo'lib tomoshaga kiradi-da. Go'rimirga kiradi, Shohizindaga kiradi, boshqa bir ziyoratgohlarga boradi. Keyin kechasi mehmonxonaga kelib dam oladi. Dam olsa tush ko'radi. Tushida go'yoki u bir samolarga ko'tarilib ketadi-da, ajab tobur bir holatlarga guvoh bo'ladi. Yaxshilikni ham ko'radi, yomonlikni ham ko'radi. Haligi rohat va farog'atdagilarni ham ko'radi, azobdagilarni ham ko'radi. Keyin uyg'onib ketadi. Uyg'onib ketsa tushi. Tushmakunku deydi, e'tibor qilmaydi. Keyin uyga qaytib ketadi. Sankt-Peterburgga. Uyga qaytib ketadi-da, ayoli bilan o'tirib bo'lib o'tgan hamma narsani, borib kelganini, davolanganini, o'sha sayohat qilganini, ziyorat qilganini hammasini aytib beradi-da, shu dasturxon ustida beixtiyor ko'rgan tushini ham gapirib beradi. Ko'rgan tushini ham gapirib beradi, bu shunchaki suhbat bo'ladi. Keyin ekanlari kechqurun yana dam olishga yotadi. Ertalab tursa, ayoli aytadiki, "Men ham shunaqa tush ko'rdim" deydi. "Men ham tushimda osmonga ko'tarilib ketdim. Ajob tobur bir holatlarning guvohi bo'ldim. Men ham xuddi siz aytgan tushday tush ko'rdim. Balkim kecha sizda tushingizni o'ylab yotgan ekanmanmi desam, yo'q, uni o'ylamagandim. Tushingizdan ta'sirlandimmi desam, unaqa ta'sirlanganim ham yo'q edi. Lekin siz ko'rgan tushday ko'rdim men ham" deydi. Keyin boyagi ikkovi ham endi olimaki ular, olima, yozuvchi darhol qidirishni boshlabdi-da. Bu nimaga bunaqa tush ko'rdik deb. Keyin hali kostubini cho'ntagidagi qog'ozlarni chiqarib ko'ribdi. Cheslarini ko'ribdi. Pul to'laganda qog'oz beradi-ku kirganda. Ana shuna cho'ntagida turgan ekan-da. Keyin internetdan qidirib Isro va Mi'roj voqeasini o'qibdi ular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Isro va Mi'rojda bo'lganlarini o'qib, keyin o'sha holat har yili mana milodiy sana bo'yicha aylanib kelayotganiga cheslosiga qarasa, bu o'sha ziyoratga kirgan chesloga to'g'ri kelgan ekan. Mana yaqindagina Isro va Mi'roj voqeasini o'tdik-ku. Hijriy qamariy taqvim bilan milodiy taqvimimiz har yili 10 kun, 11 kunga farq qiladi-ku.
har 36 yilda bir aylanib keladi. O'sha yili uning o'sha ziyoratga kirgan kunlarga to'g'ri kelgan ekan, Isro Mi'roj kechasi. Shundan keyin ular xotin qiziqib qolib, buni o'rganib, diniy ta'limotlarimizni o'rganib, islomni qabul qilib, ro'zani ham har yil tutadigan bo'lishdi. Boyagi davolanishi ro'zalari bilan yomon xastalikdan ular xoli bo'lib shifo topib ketgan ekan. Shuning uchun ayolni ham olib kelgan ekan Samarqandga. Ziyoratlarga. Shu jumladan Imom Buxoriy hazratlarini ham ziyorat qilib, keyin bizni qabulimizga kirib mana shu narsalarni aytib berdi-da. Ko'ryapsizmi? Alhamdulillah. Bugun musulmonlar ham, musulmon bo'lmaganlar ham bu ochlik bilan davolash eng chiroyli bir uslub deyishyapti-da. Lekin biz shifo topish uchun, qaddi qomatimizni rostlash uchun yoki boshqa bir dunyoviy manfaatlar uchun ro'zani niyat qilmaymiz. Biz Alloh farz qilganligi uchun ro'zani niyat qilamiz. Savob umidida bu ibodatni bajaramiz. Qolgan hikmatlarni Alloh taolo o'zi beraveradi inshaalloh robbil alamin. Shuning uchun ham payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytdilarki, "Man soma Ramazona imanan va ihtisaban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kimiki Ramazon ro'zasini iymon bilan degani shu Alloh menga farz qilgani uchun, shuni menga buyurgani uchun tutaman degan niyat bilan vahtisaban savobidan umid qilib tutsa, Alloh taolo gunohlarni mag'firat qiladi dedilar. Mana bu ro'zaning mukofoti. Shu bilan bir qatorda azizlarimiz, bu Ramazon ro'za ibodati tarbiya oyi, mehr muruvvat oyi, saxovat oyi, odamiylik, insonparvarlik oyi. Ana shu fazilatlarni ham qilib qo'yaylik. O'zimizdagi xulq va atvorimizni tuzataylik. Muomalamizni yaxshilaylik. Avvalo oila a'zolarimiz bilan bo'lgan munosabatlarni hozirgi kunimizdan ko'ra yanada yaxshilaylik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom maqtagan ummatlardan bo'laylik. Xayrukum li ahlihi. Sizlarning yaxshilaringiz ey ummatlarim, ahli oilasiga yaxshi munosabatda bo'lganlaringiz. Ana xayrukum li ahli. Men sizlarning ichingizdan ahli oilamga yaxshi munosabatda bo'lganlaringizdanman deganlar. Ramazon oyida tabarruk yoshdagi ota-onalarimiz bo'lsa, o'zimiz, ayollarimiz shu ota-onalarimizni xizmatlarini shunaqa bir chiroyli qilaylik. Duolarga musharraf bo'laylik. Saharliklarni, iftorliklarni ertaroq chiroyli qilib tayyorlab beraylik. Yotoqxonalarni, ko'rpa to'shaklarni yangilab, devorlarni bir chiroyli qilib oqlab ko'klab, xonalarning ichida bir tahorat olishga sharoitlarni qilib, oyoqlarni uqalab, qo'llarini uqalab, peshonlarini o'pib, saharliklarda, iftorliklarda bir suhbatlarni olib, ularning duolariga musharraf bo'laylik. Bu ham bir g'animat, kimning ota-onasi hayot bo'lsa. Farzandlarimizga yaxshi munosabatda bo'laylik. Ahli ayolimizni ko'nglini ko'tarib turaylik. Ro'zg'orimizni ham bekami ko'z qilib qo'yaylik. Shu bilan bir qatorda qavm qarindoshlar bilan bir silai rahmni mustahkamlab qo'yaylik. Bu fursat bu. Telefonlashing, gaplashing, taklif qiling. O'zingiz bor farzand bola chaqangiz bilan ko'rgani boring. Mahalladoshlar bilan aynan Ramazon oyida uchrashib turing. Hamma mahallada ham bugun nochorlar bor. Hamma mahallada ham shifo talabdagi bemorlar bor. Ular uylardan chiqa olmay qolgan bo'lishi mumkin. Iftorliklarga ham, boshqa tadbirlarga ham bora olmay qolgan bo'lishi mumkin. Ilgar bilsanglar, hammamizda shunaqa bir udum bor edi.
qadriyatimiz. Kim to'y qiladimi, iftor qiladimi? Haligi o'sha mahallada uydan chiqolmay qolgan yoki boquvchisini yo'qotganlarga birinchi shularga yuborilardi. Bormidi shu qadriyatlar? Bor edi. Ikkita qozonda ovqat qilinsa, bittasi tarqatilardi. Nimagadir shu narsalar oxirgi vaqtlar kamayib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Ramazon oyi shunaqa fursat. Iftorliklarni ixchamroq qilaylik-da, tarqataylik ko'proq muhtojlarga. Chunki iftorlik yaxshi amal bu. Yaxshi tadbir, savob. Iftoringizni qancha odam kelsa, shuncha savobi bor. Lekin mana o'zimiz ro'zador iftorga yuramiz-ku, bilamiz-ku hammamiz. Vaqti qisqa. Og'iz ochamiz, bir narsa tanovul qilishimiz kerak. Namoz o'qiymiz, namozdan keyin yana aytaylik o'sha namoz vaqtigacha borib taravihga ulgurgunimizcha davom etadi. Xizmatkorlar ham kuni bilan och yurgan 12 soat namozi bo'lyapti qarib. 12 soat och nahor yurgan odamga tezroq xizmat qilish kerak-da. Bir boshdan boshlab bu yoqdan 15 daqiqa kutmaydi-ku odamlar. Tezroq xizmat qilib, tezroq ularni xushnud qilishlik uchun iftorliklarimiz ixchamroq bo'lishi kerak. Shunda kelgan mehmonlar ham mamnun bo'ladi. Iftorga taklif qilsak, hurmat qilib kelsa-yu, ko'p bo'lganligidan xizmat cho'zilib ketsa, bu kelgan odam ham ranjiydimi, yo'qmi? Ranjiydi. Yuzimizga ayta olmasak ham, iftorni qila olmasak nima qilardik, buncha odam ko'paydir deydimi? Nima kerak shu gaplar bizga? Shuning uchun biz o'sha dinimiz ta'limotlar bo'yicha qilaveraylik. Alloh taolo o'zi rushdi hidoyatda bardavom aylasin. Amin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin.